qimmatida bu. Bahorga kiyimlar qachon keladi? Mana endi o'shani ko'rsatib turdim. Bahorgi duvokalarni ko'rsataman. Diyordan boshlaymiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu bahorgi oldingi safar ko'rgan bo'lsangizlar, ichi pat edi. Bu yupqa modeli. Narxi 199.900. Xo'sh, usa modellarimiz kelgan. Ular bunaqa polni zamok emas, bu pol zamok. Tirkochalari ham, usa yozuvchalari bor. Buni narxi 199.900. Jordan qolib ketdi-ku. Jordan ko'rsatdik. Xo'sh, Jordan kommentariyada eng ko'p so'ralgan Jordan do'kani olib keldik. Narxi 199.900. Kelaverasizlar. To'xtang, Jazot. Videoni tezroq ko'rsataylik, men vaqtim yo'qda. Keling. Mana bu tomonda kecha kelgan flashovka. Qancha kerak bo'lsa yangi tovarlarimizni olib kelganmiz, ko'rishlaringiz mumkin. Eng trenddagini ko'rsatayda bu 3 ta. Videosini mana bu yoqda qo'yaman. Bitta tomosha qiling. Mana bu tomonda ham duvokalarimiz kelgan ekan. Bularni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Brunellodan materiallari ko'rishlaringiz mumkin. Ichi astarlik bo'ladi buni. Ayni bahorgi. Buni endi ta'riflashga til ojiz. Boss brendidan. Pasti ham, tepasi ham plashovka material. Burchasi ham plashovkacha. Narxiga qarang. 349.900. Shahzod, ana bu yoqda troykalar ham bor-da. To'xtanglar. Bizga o'zi klientlar nimalar so'rayapti? Shu narsani aytsin, kommentariyada bildirib o'tsinlar. Biz o'sha narsani zo'r qilib beraylik. Tez faqat. Men ketdim, ishim ko'p-da.